Assalomu alaykum bolalar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Qaraganda texi hozir to'g'ri chiqishni yaxshi vaqt emas o'xshaydi. Hojijik bolalar kirmadi. Shunday bo'lsa, men videoim saqlanadigan bo'lgan keyin men gapni boshlab beray. Hammalar bilgandek, bu yoq mening dadam bo'ladi. Hozir Xitoyning aşı lagerlarda. Kirganlarga rahmat, hammalarga ovozim chiqdi deb o'yladim, shu gapni boshlab berdim. Mening dadam Qurbon Mahmud hozir lagerda. Biz Me Too harekati, men bu Uyg'ur harekatini boshlagandan keyin bugun 3-hafta shu tutilgan sarxillarni har haftada bir haftada qilib davosini qilish haftasini boshlab, bugun 3-hafta dadamninki davosini qilish haftasiga to'g'rilandi. Mana Qurbon Mahmud ni qutuldirish haftasi. Shu vajidan men hozir ekranga chiqyapman. Bu hafta mening dadam haqida barliq qarindoshlarninki ijtimoiy uchur vositalaridan Facebook, Twitter yoki Instagram qatorliq shu moda bo'lgan applarda dadamga oid suratlarni, videolarni chiqarib o'zininki ko'ngil so'zlarini qo'shib yozib tarqatib berishni so'rayman. Men haligacha bir qancha yangidan ishlagan video materiallarni yo'llayman, ham suratlarni yo'llayman. Shuningdan foydalanib surat, videolarni elib ishlatsangiz bo'ladi. Yozgan videoda chiqargan materiallaringizda bu shunga o'xshash free Qurbon Mahmud degan hashtagni ishlatib uchur yozishingizni so'rayman. Bu bir hashtag bo'lib, shu Qurbon Mahmud haftasi uchun maxsus ijod qilindi. Men ila o'zimninki Facebook sahifamga yozma chiqargan vaqtda shuni udul ko'rsatib qo'yman. Shuni kopiya qilib, andan keyin o'zingizning yurak so'zini qo'shib bergan ham bakarlab yoki qayta chiqarsangiz bo'ladi. Endi Qurbon Mahmud efendim mening dadamni xili ko'p o'qirmanlar biladi. Men dadamni o'zimninki nazarimdagi dadamni qisqacha tushuntirib o'tay. Mening dadam 1950-yili Kuchada tug'ilgan. Bizning tegimiz Kuchaliq. Mening opam ham Kuchaliq. Shu dadam 1972-yili shu madaniyat inqilobining oxirgi mezgilda oliy maktab o'qishni tunji qatim oliy maktab o'qishni qaytadan boshlagan vaqtda tunji qaror bo'lib oliy maktabga kirib adabiyot kasbida o'qigan. Undan keyin oliy maktab bitirgandan keyin Xinjiang radio televiziya organida radio kanalida muxbir ham diktor bo'lib ishlagan. 1985-yilgacha ishlagandan keyin 1985-yili madaniyat nazoratiga yutkilib, madaniyat nazoratiniki Xinjiang madaniyati jurnalida ishlab, toki 2011-yilgacha shu jurnalga 26 yillik qon tari singan. Bu 26 yil jarayonida dadamninki o'z xalqiga, o'z madaniyatiga ham kelgusi avlodlarga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usidan ham kasbiy sevgisidan bu xizmatni jonli dili bilan yuqori saviyada ishladi. Dal meniki men 1982-yilda tug'ilgan, demak men 3 yosh vaqtimdan boshlab dadamninki xizmat ustida oldida yanada cho'ng bo'ldim desam bo'ldi. Men texi amdi oyog'im chiqib minib yurgan vaqtlarda men o'zimniki aslimlarimni o'ylasam, shu chog'da dadam xizmat ustida oldida shunda uzun vaqt o'tirib ishlaydi har kuni. Ko'pincha normal ish vaqtida biz 8 soat deymiz. Mening dadam lekin kunda 16 soat ishlaydi. Bu xil ishlashdagi maqsadi bu jurnalga bo'lgan talabni nihoyat yuqori qo'ygan bo'lib, bu jurnalni Uyg'urlar uchun bir haqiqiy Uyg'ur jamiyatiga nisbatan bir
yaxshi bir ügütüş, tərbiyələş, həm yaxşı əsərlərin çıxışı üçün bir yaxşı munbərə aylandırış niyetininki nəhayət yuqori bo'lganligi, yildan yilga bu jurnalninki tirajini yuqori ko'tarish orqali nurg'un xalqimizni yetaklash, Tangirtog'ning shimoli, janub, shimol, sharq hamma yerlardagi Uyg'urlarimizniki eng suyib o'qiydigan jurnalni qilish arzusi ham shunga loyiq xizmatlarni qilishi ham o'zininki deganimdek xalqqa bo'lgan mas'uliyati ham bizga eng kerak bo'layotgan, ya'ni o'zligimizni bilish, bizdagi real masalalar ham bizning tariximiz ham bizning kelgusimiz uchun o'ylashga tegishli muhim masalalarni asosliq bu jurnalda yoritish orqali ham shunga bilan birga bizning tariximizdan ham shu bugungi zamonda o'tgan mashhur shaxslarimiz, yozuvchilarimiz, mutafakkirlarimiz, hatto tantarbiyadagi danglik shaxslarimizgacha har birisininki shu jurnalda to'nilishi uchun nihoyatda yaxshi bir ko'znak qilib kelgan. Men bu Şinjan Medyati jurnalini xuddi Amerikadagi Time jurnaliga o'xshataman. Bu Time jurnali, ya'ni vaqt jurnali xalqarodagi eng mashhur jurnal bo'lib, bu jurnalga har yili har sonda bir mashhur shaxsninki basyorati chiqadi. Shuningdek u kishini to'liq tanishtiradi. Bir so'qqa tursanglar men jurnalni akab ko'rsatay. Buna Şinjan Medeniyeti jurnali. Buna qarasanglarmış Şinjan Medeniyeti jurnali. Bulamda bir qancha son. Şinjan Medeniyeti jurnaliga besilgan maqolalar nayt xil, nayti yuqori talabda, yuqori saviyada yozilgan maqolalar. Bu jurnalda besilgan maqolalar xalqimizning engininki yetaklanishiga, Uyg'urlik engining tiklanishiga ham bizningki 80 yillardan keyingi bizningki shu jurnalchilik sohamizdagi taraqqiyotning hem bir xil uslubning shakllanishiga ham ilgarilashiga nihoyat cho'ng hassalarni qo'shdi. Dadamning jurnalchilikdagi alayligi bo'lsa, ko'nlikni buzdi. Ya'ni uslubda ham asosliq kishilar eng ko'ngil bo'layotgan real masalalarga bilan tarixda unutilib ketib qolgan nurg'un tarixiy bilimlar ham tarixiy haqiqatlarni jurnal yuziga olib chiqish orqali xalqimizningki shu jihatdagi yetaklanishiga asos silib berdi. Şinjan Medyati jurnali tiraj jihatda rekord buzgan jurnal bo'lib, shu jurnal, kitob jurnal o'qishni yaxshi ko'radigan o'qirmanlar hammasi e'tirof qilgan ham biladi. Bu jurnalningki tiraji shu bizning yurtimiz, vatanimizda chiqqan har qanday jurnaldan necha hassa ko'p mushtari to'plagan bo'lib, shu chog'da bu jurnal endi Uyg'urlarningki xuddi vaqt Time magaziniga o'xshash, yana Uyg'urlarning eng tangdor jurnali bo'lgan. Endi jurnalchilik nimasi shunda bo'lgan, dadamning endi bu jafoliq ishlashi sababidan bo'ldi. Dadam shu bir jurnalni chiqarish uchun kechikilab ishlab, vaqtini ulgartib, nashr basma zavodiga olib borib, nashriyatga topshirib, shunchalik ishlarni vaqtini ulgurtib qilmasa, bir sondan bir son ulgurib minish kerak. Bu yerdagi mas'uliyat tuyg'usi nihoyat kuchli bo'lib, kasb tuyg'usi, mas'uliyat tuyg'usi, kasbiy axloq jihatdan dadam meningki nihoyatda shu o'z kasbimni yaxshi ko'rishdiki, o'z kasbimni yaxshi qilishga tirishdiki, birdan bir ulgam. Dadam 2011-yili pensiyaga chiqqandan keyin yana bu kasbini to'xtatmadi, chunki dadam uchun bu kasbini to'xtatish o'zi eng yaxshi ko'rgan ishni
qilmay qolgan bilan barobar bo'ladi. Shunda adam pensiya chiqqandan keyin davomli nashriyotchilik sohasidagi nurg'un bo'shliqlarni to'ldirdi, nurg'un xizmatlarni qildi. Toki tutilib ketkichi bo'lgan orliqda mening dadam davomli xizmat ustida ishlab kelayotgan. Dadam Amerikaga 2017-yili 2-oyda kelgan. Kelgandan keyin bir oy turiblam qaytib ketdi. Qaytib ketgan sababim balam ben qaytib ketib qildigan ish bor balam. Biz yana kelimiz fursat bo'ladi dedi. Men o dada siz hozir vaziyat chon turib har xil turadi. O'shada bir yil turib, anadagi vaziyat qarab ish qiling. Anadagi o'ylashib qaysingiz bo'ladi deb ansirayotiman desam, balam biz shu ashada turadigan odam shu. Biz bu yerda turib olsak bo'lmaydi. Ansirma bizning qiladigan ishlarimiz bor deb oldirab ketgan. Men dadamni atiyaz yana bir qitim keladi deb o'ylab o'zim shunday qo'limda bir xizmat bordi, bir kitobning nashrdan chiqardigan. Shuni men ishlab bitay maqsadimni baldiroq berib, anondagi uni tugagandagi atiyaz kuzda yana bir fursat bo'ladi o'chaqda uzoqroq to'g'ri kelimiz balam deb qo'yib ketgan. Shundan keyin men hozirgacha dadamni o'z ko'zim bilan ko'rmadim. Dadam bilan meniki o'chaqda bizningki ko'rishmagili 9 yil bo'lgan vaqtda. 9 yil bo'lganda faqat bir oy ko'rishdim dadam bilan Amerikada. Ondan keyin dadam 2017-yili yil oxirida tutilib ketgan bo'lishi mumkin. Men angacha uqmabdiman. Dadam bilan bo'lgan aloqam 2017-yili 11-oyda eng oxirgi qitim WeChat yana Unidarda sözleşken söz xatirem en ahırkı vaqt şu 11-ci ayda to'g'ri kelgan 2017-yili. Çünkü benim dadam ahli telefonlarni ishlatmagachga so'zligan vaqtda opamning telefoni orqali ushur yo'llaydi. Shu bilan bu aloqa uzun bo'lmadi. Shu bilan angacha 2-ci ay bo'ldi. 3 oy jarayonida men opamdan dadam so'zlamaydi opa, yeringiz yo'qmi desam, dadam balam kuchada biz dadamning bir qiziqishi qurilish, uy silish bo'lganligi uchun dadam kuchada cho'ng dadamizdan qolgan zaminga bir uy savatgan, o savat qilimi xili yillar o'tib ketdi. Ash uyni savatida balam dadam deb dadam shu o'z qarab turib sog'izadigan o'zining binokorlikda qiziqishi boshqa shunday qildi. Aşağıda deganiga men ishinibdiman, dadam cho'qim ashada oldirash bo'yotidi deb opam bilan paranglashib yuribdiman. Opam bu andan keyin 2018-yil 2-oy bo'lgan vaqtda balam hozir biz sen bilan aloqalashib uzmasak bo'lmaydi. Biz mushunday majbur deb uzibatdi telefonni. Ondan keyin men opamga ushur evassam, men qizil belgi bilan qaytib keldi. Hadam bilan bu aloqam shu dal o'xshash vaqtda uzildi. Shunga men hozir vatan haqida bo'lib oilam haqida dadamninki opamninki qanday turayotganligini uqmayman. Oshnondan tortib 2-oydan hozir 1 yildan eshibdi buni. O'zimning qanday bo'lib yetib qopayotganimni, qanday ish qilayotganimni o'zimni uqmayman. Azob bek yig'ilib ketdi ichimda. Buni bek yig'ilib hozir menga qanday psixik jihatdan ta'sir qildi. Men buni cho'qim davolashim kerak deb o'yladim, chunki menga bu xil bek zarba bo'ldi bu. Çünkü ben özüm psixik doktorga ko'rib beqishimni o'ylashaman. Menda qanday psixik normalsizliklar bo'lyapti bu sababidan. Buning bu sababchisi yana shu Xitoy bo'ldi. Dadamninki endi qolgan dadam haqidagi tunishni Xinjiang madaniyati jurnali yoki shu bizning adabiyotchilik jurnalizmi haqida tushunchisi to'liq kishilar, o'qirmanlar to'liq biladi. Shuning uchun mening dadam Uyg'ur uchun nima uchun muhim degan vaqtda oldingi hafta xuddi Muttalib Sidiq Qoyiri apandim xuddi o'zimizning mening dadamdek ishi tankan. Xuddi shu apandimga o'xshash, ham boshqa barliq ziyolilarimizga o'xshash bizning ota-onalarimiz, bizning ustozlarimiz, bizning shunday yozuvchi, jurnalist, mutafakkurlarimizningki Uyg'ur uchun qilgan xizmati Uyg'urni ömrünü uzartış bo'ldi. Bu shu kishilar bo'lmagan bo'lsa, biz Uyg'urlikni bilmaydik. Bu kimga asl masiya bo'lib ketdik. O'zingizni surishtirib beqing.
Xitoyda nurg'un millatlar bor, asli Masiya bo'lib ketdi. Lekin Uyg'ur azroqli fursatga erishgandan keyin o'zining millat kimligini bu darajada tiklay oladi. Bular hammasi bizning nashriyatchilik, bizning madaniyat san'at sepidagi sarxillarimizningki taki 70 yil yog'i to'xtamay kurash qilishi bo'libmi 1980 yildan keyingi ziyolilarga bo'lgan bir qadar erkinlikning berilishi sababidan bu qisqa vaqtni qo'ldan tutib mushu bir fursatkan, mushu fursatda biz kelgusi avlodlarimizni tarbiyalab olaylik deb bular o'ziga bo'lgan bir burishni his qilish sababidan bular haqiqiy shijoat o'zininki yuragidan chiqarib ishlab nurg'un emgaklarni yaratgan bo'lgancha biz shulardan tarbiyalanib shulardan hozirgi darajadagi bir o'z milliy kimligini, o'z millatini suyadigan, o'z tarixini biladigan milliy madaniyat darajasi Xitoydagi har qanday millatdan ustun, hatto O'rta Osiyodagi boshqa qarindosh millatlarga qaraganda o'zligini eng saqlab tura olgan millat bo'la oldik. Sizlar ko'rsizlar, O'rta Osiyoda qozoq bor, qirg'iz bor, o'zbek bor, tojik bor, nurg'un millatlar bor. Ulardimi erkinlik bo'lgan, ulardimi yaxshi vaqtlar bo'lgan. Mayli ruslar besib olgan bo'lsinmi. Lekin ular asosan rus madaniyatiga asli Masiya bo'lib ketdi. Yerim asli Masiya. Ular mustaqil bo'lgan 30 yil bo'ldi. 1990 yili. Shuningdek keyin hozirgacha o'z madaniyatini gullantirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin yanalam rus madaniyatining sababidan tili texicha ruscha. Bizning ota-onalarimiz bizga shundoq Uyg'ur xalqiga bizning mush ziyolilarimiz Uyg'ur xalqi o'qiydigan, suyadigan shu kitob jurnallarni taqdim qildi. Biz shulardan o'rganib, shularni o'qib, shulardan bilim olib, o'zimizning milliy engimizni shular orqali turg'izib, hozir biz mana Uyg'ur millati bo'lib, dunyoda eng madaniy millatlarning birisi qatorida yashayapmiz. Garchi biz zulm ostida 3 million xalqimiz zindonda, ham barliq sarxillarimiz zindonda bo'lsa-mu, biz hozirgi saviyamiz nurg'un millatlarga qaraganda milliy engimiz eng kuchli millat bo'lib shakllanish darajamiz eng o'lchamlik shunda millat bo'lib hisoblanamiz. Unda bo'lsa, mushu sarxillarimizniki mening dadamga o'xshash mushu o'zining bir umrini xalqim uchun deb yashab, eng oxiri xalqi uchun qilgan shu xizmatlari sababidan hozir zindonda o'zining eng oxirgi vaqtlarini o'tkazayotgan mushu sarxillarimizniki haqqi bularningki nahaq turmalarga solanganligi ham bularningki xalqimizningki eng ilg'or ham eng kerak ishlar ekanligini ko'rsatib berish orqali barliq zindondagi nahaq yetayotgan xalqningki turmalardan ozod bo'lishiga qadam ilishimizni umid qilaman. Biz hozir masalan bugun oldida 2 shaxsni o'tkazdik. Adil Ushur, Adil Mijit ve Mutallib Sidiq Qahiri. Hem de 3. hafta Qurban Mahmud təbliği oldu. Bu arqılıq biz Xitayninki dəbkivatqan bu texnik ügütüş məktibi, biz onları tərbiyələvatımız degeniga haqiqiy aniq javob bo'ladi. Chunki mening dadam pensiya chiqqan 40 yil ishlab bo'lgan, hech qanday o'rganish kerak emas. Boshqa shaxslarimiz, sarxillarimizga hech qanday o'rganish kerak emas, o'rganish kerak emaski, ularni mukofotlash kerak, ularni taqdirlash kerak, ularga orom berish kerak, ularning pensiyada o'zining hayotning oxirini tinch-amonlik bilan sog'lom o'tkazishiga sharoit hozirlab berish kerak. Aslida bir hukumat bo'lsa, lekin u undaq bo'lmadi. Turmaga tashlandi. Biz shuni isbotlashga shunday sarxilla haftasi qilishimizning eng yaxshi isbotliq bir faoliyat bo'ladi. Undan sirt biz bu sarxilla haftasida nuqul sarxillalar emas bo'lib, bu jarayonida o'zining ota-onasi uchun
davo qilishda aktiv ketib qolgan barliq kishilarniki, ota-onasiniki haftaligini bu sarxilla haftaligiga qo'shib etmag'imiz. Biz bir hafta sarxillardan bir shaxsi bo'lsa, yana bir haftada shu aktiv davo qiluvchilarniki ota-onasining davosini tang etmag'imiz. Haftada bir bo'lganda bu faoliyatniki izchilligi bo'ladi. Demak, har haftada o'zining ota-onasiga ega chiqishda bir qatimliq qo'zg'atish bo'ladi. Ham xalqimizningki bu shundaq izchil mangadigan planliq bir faoliyatga ovoz qo'yish orqali bu faoliyatning ko'lamini yo'g'ontamiz. Maqsad bu 3 million Uyg'urni qutuldirish, bu yo'lsiz holda ochgan bu kamplarni to'xtatish, bu zulmni to'xtatish. Unda bo'lsa, mening dadamni o'zingizning cho'ng dadasidek, o'zingizning dadasidek, o'zingizning akasidek, o'zingizning do'stidek, o'zingizning qarindishidek ko'rib Qurbon Mamut haftaligiga hassa qo'yishingizni umid qilaman. Men o'zim qo'l dadamning davosini qilguchi emas, qo'limdan kelishicha, vaqtimning yetishicha barliq xalqimizningki shu davo ishlari uchun tashviqotida men qo'limdan kelishi xizmat qilyapman. Dadamningki o'g'liga tushliq ish qilishni orzu qilaman. Shunga men xalqim deblam o'zimning butun yuragimni berguchi sizning shundoq bo'lishini umid qilaman. Unda bo'lsa biz shu faoliyatni, tashviqotni kuchaytiraylik. Bu hafta Qurbon Mamut haftaligi, unda bo'lsa biz kelar hafta yana bir shaxsni bekitganini e'lon qilamiz. Bu hafta dushanba bo'lgan toki yakshanba kechgacha Qurbon Mamut haftaligini yuqori pallaga chiqarishimizni umid qilaman. Hammalarga rahmat qarindoshlarim.